Assalomu alaykum. Qanaqa svarka olsam ekan deb boshlari qotib yurgan akalarimiz uchun EBMAX brendidan svarkan jinnisi. Ko'rib turibsizlar, 74 kuchlanish. Uchlik elektrod qiynalmasdan yoqyapti. Usta aka, svarka qanaqa ishlayapti? Yaxshimi? Yana videolarimizni yuklab turamiz, ko'rib boraverasizlar. Sal ishdan chiqqan gaz balonidan pechka yasayotgandik. Kecha 67-magazinni olib keldik mana shu EBMAX svarkasini. Ko'rib turibsizlar, ishlashini qiynalmasdan mana bu tomonidan barashkoy simlar ketar ekan. Agar ichiga biror narsa solib qo'ysangiz muzlab qoladi. Svarka muzday bo'lib turibdi. Ishlashiga gap yo'q.